Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körürmenler. Vaka ve Mülayiz programımızın 52. sani görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körürmenlerimiz, bana malum boğandek biz bu programımızı her daim gün tertipteki en yeni meselelerini, şu sahanın mutakhasislerini, siyasetçilerimizni, alimlerimizni teklif kılıp, vakti da söhbet kılıp kilovatımız, bir gün bütün gün elanımızda vergendek. Elbette şu 15. noyabrının aldı kayında Xitay Amerika uzundan buyan Xitay Amerika oturustiki bu sürkülüşler, talaş tartışlar bunu Xitay yenekiltiş üçün bir şekilde Amerika ile münasebetini yaxşılaş üçün tirişip kivatqanda ahırda Xi Jinping bilen Biden görüşken bo'ldi. Bu meselede inşallah bir gün söhbetimizde asaslık bu ve Avrupa-Xitay münasebetleri hakkında vaktimiz yetkençe söhbetleşik getirişimiz. Bugünkü programımızın aziz mihmeni Şivesiyadan katnaşıvatıdır. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin ki Avrupa Taşqı İşler Mesulü Necat Turgun efendim ziyaretimizi kabul kıldı. Aldı bilen köp rahmet etimiz ziyaretimizi kabul kıldığı için. Ben sizlerle köp rahmet ettim. Rahmet. Kadirli körürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıp atıdı. Ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtırdıki alaqı vasıtırımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklifinglar bolsa, berişinglar, suallarыңlar bolsa, soruşinglar ümit qilamiz. Şundaqla köplegen qarindoshimizning foydalanishi uchun hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta saat 7'de e'lon bo'lgan to'q, biroz kechikdi 18 minutlik kechirim so'raymiz. Unda olsa bevosita programımız kirib ketsak, hurmatli Necat efendim. Aslında programda şu Amerika Xi Jinping'niki Joe Biden bilen görüşüşden keyin ötküzmekçi toqqa sizmi başka ziyaretler, başka devletlerde ziyareti bo'lib qolganligimiz uchun biraz kechikib qoldik. Bugunga qolib qoldi programımız. Hamda oldi bilan bu Xitay Amerika münasebetiga bu qatimqi ziyaretning oldi keyinda nurg'un fikir tekliflar hatta Joe Biden hukumatiga berildi. Bu meselede bu qatimqi ko'rishdi cho'qim Uyg'urlar meselesi ciddi tilg'ilinishi kerak, kishilik huquq bu mesele degandek. Ama ziyaret davamida ziyaretning ichida nurg'un ayıplaştı Xi Jinpingning bu qatimqi ziyarati. Mayli Amerikaning ichki sirtidan o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Oldi bilan umumiy shaklda bu qatimqi Xi Jinpingning ziyaretini qandaq ko'z bilan qaradingiz siz endi? Aldığı bu programı men teklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Bilginimizdek bu Xitay-Amerika münasebeti 2017 yılı Amerika yeni xavfsizlik stratejisi e'lon qilgandan keyin ve Xitaymi 3 bosqichlik yeni devlet stratejisini e'lon qilgandan keyin bu yerda bir ichki tarafning o'rtasidagi munosabat burunqi munosabatdan farqli holatda bir stratejik raqiblik munosabat darajasi ko'tarilib bir ciddi bir tusga kirdi. Bunun Amerika tarafından bunun yumuşak şekilde Xitayga muamele kılıp özara ticaretinin ravanlayılgan asasda bir besi hürmet kılan asasda gelgen bolsa, bu 2017'den keyin bir başka bir basqışqa dünyanın asası gün tertibi bulup Amerika'nın asasisi terör emas, belki Xitay ve Rusya, İran, Şimal Kore'ye okşaş yani mustabid hakimiyetler bizninki Amerika'nın birinci çoğun tehdidi de bir şey edecek kaldı ve degandek asası nisan Xitay bulup gelgen idi. Yani bunun da 2020 yılı bu nemeninki 2021 Rusya'nınki Ukrayna'ya besip girişi bilen bu yerde biraz özgürlüş oldu. Dünyanın birinci gün tertibide. Bu Ukrayna meselesi biraz ciddileşti. Bu yerde bir özgürlüşler oldu. Bunların münasebeti. Ondan keyin bu Filistin, Gazze'deki bir yerdeki halk bilen Hamas hareketi bilen İsrail'e devletinin oturuşu bu tokunuş bir yerdeki müstemlikenin karşı hareketler degandek nurg'un yerlerden dünyanın tertibi yeni bir yakka buyuruldu. Bu ikili tarafninki bir ihtiyacı olan bir uçuş deb qarayman. Çünkü Xitayninki özünün ahvoli qarasa Xitayninki Xitay 2017'den keyin bir aşkari qattiq qo'l tashqi siyoset ichidanmi öz
tutuqi ve besivağın topraklardımı bir irqi qırğınçılıq siyaseti ve askeri baskıntı siyasetini mi İslam siyasetini Tibet'te, Moğolistan'da ve Şarkı Türkistan irqi qırğınçılıqni ötküzüşlerinde teşhidi mi başka devletlerle kengaymiçilik ve qattiq qol tashqi siyosatni yurgizib kelgan. Hamda bu şu 2020'deki bu yuqumluq kasal manbasining chiqishi bilan taqilishi bilan bu dunyoning iqtisodida, tijoratida bir silkinish bo'ldi. Silkinish bo'lganki Xitoyning iqtisodiy belgilik turg'unlashdi va taraqqiyot burunqidek tez emas, kutganidek emas, asta bo'ldi va ish berish nisbati asta bo'ldi. Anlakin dünyanın başka devletlerinde mu iqtisadi turg'unlik ve urush sebebi, energiya krizisi degan iqlimlik sebeplerden mu Xitoydan ishlayotgan bozorlarni chiqib ketishdak bir narsani o'ylashayotgan va shuni tirishayotgan bir hol ko'rildi. Xitoy buning nimasida chet el mablag'ining kirilgan chet el mablag'ining ozishi va tashqi davlatlar bilan bo'lgan tijoratidagi bu to'qinishlar, qimmat qarash ve geostrategik ve geopolitik aletki bu Amerika ve Garip dünyasından bo'lgan to'qinishlar nurg'un sebeplerden mu Xitoy mu iqtisodiy kuchini tez taraqqiy qilmadi. Masalan, nurg'un ko'plagan shirkatlarninki iqtisodiy krizisga duch kelganligiga shohid bo'ldik. Amerika tarafdan o'ziniki bu krizislardan iqtisodiy taraqqiyotning osti qilishi, bir krizislar, ichki ve tashqi krizislar sırtı mesela Ukrayna O'rta Sharqdagi bu to'qinish Falastin davlatining qaytadan besib G'azzaga besib kirishi bilan Amerikaniki bunday degan chog'da Xitoyni bir kuchni markazlashtirgan holda Xitoyga taqobil turishdan ayirib ikki ayrim nuqtaga Amerikaning kuchini hisobda bunday degan chog'da. Amerika bunga majburiy vositalik va bevosita aralashishga majbur bo'lib qoldi. Bularla Amerika mu Xitoy bilan üstili devletning kelgan nuqtasi shu bo'ldiki, kelgan bayonotdan qarasak, bu o'rtasidagi to'qinish va raqobatni ziyoda keskinlashib ketishningki oldini olish va askariy bo'limlarningki, askarlarningki, mudofaa ministerliklarininki o'zaro dialog orqali dialogni boshlash degan mushu ikki nuqtaga asos markazlashdi. Albatta bu yerda texnologiya ve başka seyyiyelik, darı, fental edilen darılar meselesi olsun, muhis olsun, başka nurgun meseleler değil. 3-4 saat yığın geliyor. Ama asas icra çakılan nokta ziddiyetninki keskinleşip gidip vuruşka kirişip ketmesinden kirişip aldığını eliş ve iki devletninki askeri kısımlarınki qaytadan diyalogun emisini içiş diye moşu iki noktaga merkezleşti. Yani ikki davlat bu nimaga muhtoj. Lekin iqtisodiy jihatdami, tijorat jihatdami buni rivojlantirishga va savdoni yaxshi jonlantirishga bu ehtiyojni ikkili taraf bunimi ko'rdik. Masalan, Xi Jinping nurg'unlagan shirkatlar tarafidan kutilindi u yerda masalan Amerikada. Ama yana bir qarz bu uchrashuvninki bu aql hem ketgende kemesini çünkü Amerika'da uzun tarihi ega köp taraflamalık birbirinin iqtisadi ve ticari münasebetleri birbirininki xavfsizlik, istihbarat, diplomasi nurg'un taraflarga bağlanışlıq bir münasebet olğaşqa hem dünyadaki en çoğun iki aldığınki iqtisadi güç en çoğun askeri sahaya müdafaa qilayotgan iki devlet ve nurg'un rayonlarda ve menfaatleri o'zaro zidlashib qolayotgan bir kuch nisbati bilan bularning talashayotgan masalaları bir qatimda ma'lum bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunga bular belgilikki nimaga keladigan bo'lsa-mu, o'rtaq bir fikr keladigan bo'lsa, ammo yana nurg'un masalalar buning hal qilinishiga keyingi kunlarda hal qilishga ilm qilib ama yani elbette bazı diplomatik ve bazı siyasi tıllar işletildi. Mesela Biden, Xitoydan ayrılamayımız deyilgan bir söz ne değildi mesela. Belki bazı tutkan muamelerin nimini gördük. Hem de bu yerdeki nesini ben bir siyasetçinin buluşku tigişlik bir
nemisi deb qarayman, chunki Xitoy qanday Amerikaga ehtiyoj bo'lgandek, Amerikami Xitoyga bir ehtiyoj qo'ygan bir maydonni ko'ryapmiz. Ya'ni kuchni ziyoda chechib etmaslik va Xitoy bilan hozircha munosabatni yaxshi iqtisodiy jonlantirish shart. Keyingi oldimizdagi bu ikki davlatning to'qinishiga tayyorlik qilish deb tushundim. Xo'sh, xo'sh. Shu jihatdan bularning manfaatlari, yani büyük yer shar xarakterlik manfaatlari bir-birisiga zid, ya'ni kuch talashayotgan ikki raqiblik darajasida kuch talashayotgan bo'lg'achqa bularning masalalari oson hal bo'lmaydi va to'qinish ve o'zaro raqiblik munosabati yana davomli deb qarayman. Ammo albatta ba'zi narsalarda Amerika o'zining voz kechishi, Xitoymi ba'zi til nimalarida qarasak yumshatgan bir narsani ko'rib olamiz. Masalan, Xitoy mayli issiq qurish yoki sovuq qurishni xohlamaydi hech qanday davlatlarda. Xo'sh, xo'sh. Masalan, şirketlarga dediki biz sizlarga qachon ichilishga tayyor Xitoy bozori sizlarniki mablag' silib kirishinglarga va nima qilishinglarga qarshi oladi debchi. Xo'sh, xo'sh. Bu shirkatlar masalasiga men hali ayrim savol so'rayman. Ya'ni bu shirkat xo'jayinlarininki u yerdagi qatnashganlik haqida nurg'un ayblashlar o'tirib qo'yildi. Deganingizdek, albatta bu qatimqi ziyoratda necha o'nlagan kelishimga imzo qo'yish, u bu narsa bo'lmagan bilan yuqorida siz asos qilib masalan Biden monayati unumlik manfaatli o'tganligini e'lon qilib suhbatdan keyin masalan shu bo'lib asosliq 3 jihatda kelishim natijaga erishganligini bo'lib fentanil masalasi bor, ximiyalik dori bu masalalarda kelishimga bir qarorga kelganligini ikki davlatniki ikki natija ikki armiya o'tirisidagi bevosita aloqani asliga keltirishga qo'shilganligini uchinchisi bo'lsa bu mutaxassislar Xitoy Amerika mutaxassislar birga bu sun'iy idroqqa munosabatli nimaning foydali nimaning ziyonli ekanligini belgilash uchun bir qarorga keldik degan shaklda o'tirib qo'yilgan bo'ldi hamda va shu muxbirninki şu ziyareti Biden şunu muxbirlarga degandan keyin aşağıdaki bir muxbir g'arb axborotlarida kichik aşağı kesilib nihoyatda jiddiy ta'qiqtildi. Yana Xi Jinpingni bundan keyinmi bu qatimqi ziyoratdan keyinmi diktator deb qaramsiz deyoqti Biden u yerda shuna qarayman bir shaklda u bir ma'lum ma'noda aytganda shu mustabid degan so'zni degan vaqtda bu yerda Antony Blinken şu anda muhbirlarning kamerasini qaşmagan. O halqa astagfirullah xap magapni demesulti degandek bir xil chiroy ifodasi ajoyib bir ifoda ham bu. Buni o'ttirg'a qo'yishi albatta masalan bu nuqtadan aytgan vaqtida buni qanday qaraysiz masalan? Albatta bu Bidenning nimasida degan narsada bu bir siyosiy Biden'ninki dünya qimmat qarashi va buning siyosiy ideologiyasi va qurilma nimasida davlat sistemasi nimasida Xi Jinpingni albatta bular diktator deb qaraydi, ammo bular deganlik bular bilan tijorat va boshqa munosabatlarni qilmaydi deganlik emas, albatta buni qiladi. Bu bir yaxshi bir signal deb qarayman. Garchi uning Xitoy bilan kuchli munosabatni qilsa-mu, yana davomli o'zining mushu nimasini saqlash. Endi bunu degandan keyin bunun qarta başka bir nimalar qo'llaniladi, masalan diktator bo'lindi-yu, bu diktator nima ishlarni qilyapti masalan. Diktator yetkazayotgan bu Amerika davlatiniki siyosiy iqtisodiy manfaatlarga yetkazayotgan ziyonlari var masalan. Bununla qarta qanday tadbir oladi. Bu yerda analogik Biden ichidagi xalqni açığını bundan iş için mi deyilgen bir taraflama buluş ihtimalligi bor deb qarayman. Yani bir yerde qatnashgandan keyin Amerika matbuotida qattiq ayblashlar bo'lindi masalan-chu. O'zining qimmat qarashimizdan voz kechdi, Sharq Turkiston masalasini, Uyg'urlarning masalasini qurbonlik qildi, u bu degandek tanqidlashlarga uchragandan keyin Xi Jinpingning diktator deyish orqali uni xalqning achchig'i kelgan gaz nimasini elishlamdi hamdi. Bu mu buluş ihtimalligi bor bu yerda. Ama yig'inchoq qilganda
ikki taraf toza hamma narsa realisga tushib mangulik do'stlik ketgandek emas, balki kelishadigan nuqtalarda o'rtaq kesishgan manfaatini topgan asosda bundan keyin davom qilish va dialogni etish orqali ziyoda ziyodlashib ketishning oldini olish, Xitoy mutaxassislari nima qilishish va undan keyin fentali masalasi bor. Bu albatta Amerikaniki ichki xavfsizlik va ichidagi davlatninki fuqarolarninki sog' salomatligi ve güllenişi için bu doğru meselesi belki mühim gün tartışmıştı. Müşte yerde bir neymi var mesela Şarkı Türkistan meselesini alakadar olup cezalanan Xitayning Səhiyyə Ministerliğininki bir organlarını ceza verip diken bu nesli bu cezanı elivetkenliği kabul çıktı mesela. Ha, CH Ministerliğining maddi ispatlarını bahalash merkezini yani 15 noyabr şu körüştün keyin 16 noyabr e'lon qildi Amerika masalan. Bunu biz jazo tizimidan chiqarib o'tdik. Bu yerde hem de Şarkı Türkistanlıklarga bir agahlandırış bir signali berilgan bir narsa ko'rildi deb qarayman. Chunki yıllardan ben Şarkı Türkistan meselesi yaxshi ko'tarilib, Amerika davlati tarafidan oldiga ishitilib kelgan bo'lsa, ba'zi manfaatin Amerika bu qurbonlik uchun masala. Ya'ni hech qanday bir davlatga shaxsiy yolg'iz yakka yagona holatda butun masalamizni topshirib qo'yishninki naqadar xatarligini buni Sharq Turkiston xalqiga bir aqlandirish signali bo'lgan deyman bu narsa. Xo'sh. Hamma davlat o'zining manfaatini chiqish qilgan holatda harakat qilganligidek Amerika bu bugun ko'tarayotgan bo'lsa, vaqti kelganda bu qurbonlik qildi. Chunki bundan 1,5 yil, 2 yil burun John Kerry'ninki ziyoratida biz muhit meselesini hal qilish uchun Xitoy bilan kelishishga ehtiyojimiz bor va buning uchun ba'zi qarashlar masalasidan voz kechuvda bu narsa qilishimi degan tip masala. Hem ijobiy taraflar hem o'zgarmay davom qilgan ba'zi munosabatlarni ko'ryapmiz. Buning uchun biroz kuzatishga, yaqindan kuzatishga yangi shakllanayotgan xalqaro vaziyat qarta bir nima tepishga ehtiyojimiz va'dak turdi. Chora tadbirlar uchun. Hakikaten diginimizdeki yani onun üstündeki bu agarda jazo tizimligidan chiqarib etilgan bu organ Xitoyning CH Ministerliğininki bu maddi ispatlarni bahalash merkezi. Agarda bu başka bir Amerika'nın başka bir bizning masalamizdan hiç alakası bo'lmagan bir organ bo'lgan bo'lsa, andikin siz degandek hozir bunda o'ylab ketmoqchiman bu. 2020-yili bu organ yani Amerika'nın tashqi siyoset manfaatiga xiloflik qilgan faoliyatlar bilan shug'ullandi hamda Uyg'ur va boshqa millatlarning huquqiga daxli taruz qildi deb jazolangan bir organda hamda bu. Buning jazo tizimidan chiqarib o'tilishi insonlar ijtimoiy vositalarda shu chiqqan hamon kunlarcha nihoyat nurg'un xalqimiz bakchiq narsalarni yozdi ama Muş agar da Amerika olmay başka bir devlet agar Türkiye menda bir ish qilib qolgan bo'lsa hamda butun nurg'un yozilgan narsani ko'rgansiz balkim yani qanchalik tillab ketgan bo'ladi ama Amerikadan bo'lgan vaqtida az sondagi Amerikada yashayotgan ba'zi bir qarindoshlarimizdan boshqasi ichi uni ovozini chiqmoqlik hamda masalan ayiblash masalasida o Xi Jinping quchog'ini otdi uni buni qildi degandek bir yo'lqa har xil gaplarmi chiqmay yana shu jimjim bo'lib ketdi hamda Türkiye kelgan vaqtda bizningki xalqimiz umumiy Sharq Turkistonliklar dunyoning o'zgarishini biz xohlaydigan rasm bo'yicha ko'maslik kerak deyman. Ya'ni reallikni, ochiq reallikni qabul qilgan asosda, ya'ni mashina bo'ladi ekan degan asosda, mayli qaysi davlat bo'lsin, bizning ko'rishimizni xohlaydigan bir rasm bor. Bu xil shakl har doim biznikiga chiqmaydi. Ochiq bir reallik bor, shuni ko'rgan asosda agahlandırış signali bilen görüş ve bununla akli selim bilen bir rasyonel kalem edip karar edip hareket kılsak yaxşı buldu demin bir şeydi. Doğru zaten. Hem de yukarıda bu mesele şu ziyarette şunda Uygur meselesine ciddi tilga edilmesi bu meselede Uygurların davasına Uygurların setip etkenlik oldu. Hatta kişilik hukuk teşkilatları mesela Biden hükümetinin bu kararı
Amerika'nın Xitayning kishilik huquqini dafsanda qilg'uchilarni bartaraf qilish irodasidan gumonlantirib qo'ydi boshqa davlatlarni degandek. Bu so'zni qilgan hamda Uyg'ur kishilik huquq projektimi bu Uyg'urlarning davosini sotqonlik bo'ldi degan shaklda qattiq ifodani ishlatgan bo'lgan hamda. Bu masalani yuqorida siz ichib tilga olib o'tdingiz. Ham bu o vaqtida bu ziyofatga Xi Jinpingga shunchalar ahu deb kutib uni axborotlarda hatto Xi Jinpingning o'z vaqtida o'qigan yosh vaqtidagi suratlarini saboqdoshlarini tatib ayrim ziyorat qilib degan Xitoy bo'lishiga tashviqotini qildi o'zining Xitoyning axborotlarida. Ikki davlat xalqlariniki bu yaqinlikni bunday qilamiz, uni qilamiz deb. Ma ko'rinishga qarasangiz masalan bu miyatmida degan butun cho'ng shirkatlarning hammasininki CEO'larni, mas'ullarni akab oldiga tizib berib, hatto bularniki $40,000 dan pul to'lab bu kashf ziyofatga qatnashganlik o'tirib chiqqan ekan. Bu yerdagi Amerikadagi siyosatchilarmi hatto shu nimaninki Mike Gallagher bor bu Amerika Ovon palatasi Xitoy strategik raqobat alohida komiteti. Buni qattiq ayblab bu qatimqi shu strategik raqobat alohida komitetining raisi Mike Gallagher nəhayət kinayelik bir şəkildə Amerika şirkətlərindən neçə milyon dollar to'lab Şinjandakı milyonlagan begona ayol və balalarga qırğınçılıq qılğan Xitoy Kompartiyasının əməldarları sahib xalq qılğan bu yığınğa qatnaşqan kütüveli siyasətə qatnaşı vicdansızlıq degan şəkildə. Buni qanday qaraysan? Yəni şu bütün dət özümnің mənfəəti, ticarətimning mənfəəti deb Amerika yığıb bədimi bu şirkət xo'jayinlarini. Onun üstüge yıllardan buyon mushu Joe Biden hukumati majburiy emgak masalasi va Xitoyning Amerikaning o'tgan kelqi shu moliya ministrlari baga vaqtida Xitoyga shu yerdagi Xitoydagi nurg'un shirkatlar qaqshab berishgandi. Bu yerda Xitoy rejimi bizning mushundaq shirkatlarimizga har xil besim qilyapti. Haqsiz ravishda o'zining shirkatlarini hukumat tarafdan qo'llab bu tangpung raqobat muhiti yo'q degan shaklda qaqshayotgan bir mezgilda o'zining ta'til tashviqotini safsatani setib oldi deb hammasini akab berib Xi Jinpingning oldiga tizib berishi nurg'un majburiy emgak masalalari bor, majburiy emgak uchun jazolanayotgan shirkatlar va mushunda tursa buning hech birisi tilga aylanmasdan yana Xitoyning oldiga bilan akab berishi bular nimani ko'rsatamdi. Elbette bu yerde menda bir to'qinishga kelaylik deyman dunyoning bugungi kunduzda. Bir tarafdan qarsak siyosiy va askariy va qimmat qaram jihatlardan dünya sistemasiga, tartibiga, qimmat qarashlariga meydan o'qiyotgan bir yuksalayotgan kuch va u bo'lsa Xitoy. Yana bir tarafdan dunyoning bütün iqtisod va tijorat nimasining bir aylanish zanjirininki naq o'ttirg'i kelib qolgan bir davlat, u bo'lsa Xitoy. Agar bu yerda bugun bir masala chiqsa, dunyoninki nurg'un yerlarga, nurg'un insonlarning hatto yeydigan kundalik nonlardan tortib bütün narsalargacha ta'sir qiladigan bir hokimiyat. Ama bu hokimiyat bir diktator. Yani dunyoning aylanish zanjirininki naq o'ttirdi. Buni o xalqaro iqtisod tarixidagi bu nimada bir yozgan bir odam bor. Dunyoning iqtisodiy sistemasini, dunyo sistemasini iqtisodiy chambar bilan analiz qilgan. Bugun Xitoy shu nimasiga kelib qolgan. Hem ishlab chiqarish bozori, hem sotib bozori, hem mablag' silish bozori, hem arzon emgak kuchi degandek nurg'un iqtisodiy va tijoriy aloqadagi afzalliklarni o'ziga bog'lab olishga bu davlatlar chiqishni, bu davlatninki shu qattiq o'ng qanot kuchlari va askariy va xavfsizlik organlarininki ogohlantirishi degandek nimalar ogohlantirish ba'simi va bu niyat bu xalash bo'lsa-mu, ama bu davlatninki jon tomiri aylanish nimasi bo'lgan iqtisodiy shirkatlarni, iqtisodiy organlar, cho'ng davlat olgan shirkatlar, bular davlatninki putirab turg'uchi organi bo'lg'achqa endi davlat mang'uzib turgan. Bular bir tarafdan tatib turib, bu Xitoydan to'liq ayrilishni, Xitoyga qattiq qo'l siyosat yurgizishning oldini elib turibdi. Bu men Yevropa ittifoqining ayni nimani ko'ryapmiz masalan. Bilimiz, ko'rimiz, nima qilamiz, ammo biz amalsiz deb turibdi. Ammo amalsiz emas, amal bor. Ammo buning to'laydigan bedeli bek ig'ir bo'lg'achqa, mushta bir ochiq reallikni ko'ryapmiz. Ham bularning qig'ini
Bunda bir iki narsa var. Birisi özleri yasagan, halvadan yasagan butini yevetkenge o'xshash bir narsani ko'ramiz. Ya'ni o'zi shu qimmat qarashni, shu narsani o'ttirib qo'yib, bu degan dunyo universal, dunyoning narida mushlar narsa bo'lsa, biz ega chiqimiz deydigan bir narsani tiklaylik va bu Sharq Turkistonda mushlar irqiy qirg'inchilik va majburiy qulluq emgakning meyvelerini bu davlatning organlari va shirkatlari yeganda foydasini olganda bular ega chiqmoqlik aksincha shakllar qo'llagandek ko'rinadi foydasini yana ilig'liq. Ikkinchi narsa bunun neticesinde bu Xitoy bilan qilingan bu ticaret ve iqtisodiy mablag' silishning munosabatining neticesinde Xitoydek bir o'zining hokimiyatini ve xalqaro sistemini yıpratayotgan, acizlashtirayotgan ve ularga tehdit, askeri ve siyasi tehdit şekillendirayotgan bir ejderhani beqib cho'nqiyotgan bir narsani ko'ramiz. Gerçi qisqa mezgilde bular paydo olgandek bo'lsa-mu, qancha bularning munosabati uzun davom qilgansari Xitoy texmi kuchlanadi. Kuchlanish ehtimolligi yuqori deylik. Albatta ichini bo'lib bilmaymiz keyin. Xitoy kuchlanib bularning igilik huquqiga, bularningki xavfsizligiga, bularning askeriy ve bexatarlik, siyasi manfaatlarga tehdit şekillendiradi. Bu amaliyotga ko'rib turayotgan narsa. Ammo harakat qilish, javob qaytarishda haqiqatan bu davlatlarmi bir qarshilik bildirayli desimi, ichidagi iqtisodiy munosabatli organlar, davlat apparatlari. İkincisi davlat alqan şirketler bunun qarshısida turibdi ve bu davlatlarni tormozlayotdi. Bu bir kirib chiqolmayotgan bir qiyinchilikdek ko'rmayapti. Çünkü mesela bundan necha yil burun taxminan 2021 deyman. Bu Amerikanınki 4 xil sohasida havo aslarning sanoatini yasaydigan, shu kimyalik dorilarni yasaydigan nimada tadqiqot berib, bu şirketlarning Amerika şirketlarning Xitoydan chiqishga nechilik ziyon tortadiganini hisoblab yozib chiqarib turgan dokladda bu gayet zor bir pul emdi. Çünkü bunu her qanday devlet olsa bundan vaz geçemeydiğin bir narsa var. Maşınlar qattiq narsa bu şirketlerini gerçi Xitoyda özünün kelgisi nimiste uzun mezgil içinde ünümlük görmüsün ama kısa mezgillik paydada buna gayet zor bir payda etkiledik ve gayet zor ziyan ve yaratıdırken de ilaki şirketler çıkıp gidip başlar. Çünkü Xitoydan chiqayotgan keyin nega joylashimiz deydigan narsa bor. Bu joylashgan yerning ta'minlaydigan afzallik ve sharoitlari bo'lishi kerak. Lekin u yasalgan narsalarni sotib oladigan bir xalq bo'lishi kerak. Chunki Xitoy ishlab chiqarishda bozor emas, bugun eng chong iste'mol bozori. Buni mu o'ylash kerak. Chunki shirkatlar chiqib ketgan taqdirda Xitoyda qanday zo'r miqdorda sotib olish kuchi bor. Sotib olish kuchi yuqori bo'lgan xalqni barpo qilmoq oson emas. Bu endi shu nurg'un kapitalistik bu davlatlarning mana bir tushirib chiqolmaydigan bir zanjirda ichinish qoldi qildi. Afsuski buning yana qurbonligi kim bo'ldi deganda eng oldindan shu Sharq Turkistonliklar bo'lib keldi. Xo'sh. Hakikaten yani içiniş bir mesele. Bu şu programın ahırda ben sorayım sizden Kanada'ya yığın berip katlaşıp geldiniz yığında söz kıldınız. Bu şu yığınga siz katlaşkan şu yığınga Amerika Florida'dan katlaşkan avukat Tony Zelenski şu yığında söz kıptı. Hem ictimai fikir vasıtı şu sözünü dedi de hem de şu Joe Biden ve Xitoyninki Xi Jinping'dan bu valla propaganda şu teşvikatını kıp ketkenlikiye. Xitoyning navbatda Uyg'urlar qilganlari va qilayotganlarining o'zli Xitoy rejimining erkin dunyoga qanchalik cho'ng xatar ekanligining bishorati ekanligini bildirib, erkin dunyoning Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va ishg'ol qilishiga yo'l qo'ygan xatoliklarning bugun his qilinayotganligini bildirib, biz bugun davomli sodir qilayotgan xatoliklarni bolalarimiz, nevarlarimiz his qiladi buni. Bugungi Sharq Turkiston amaliyotda Amerika va erkin dunyoning kelgusi holati bo'ladi. Amerika hükümeti Xitoydan gayet zor payda elayotgan cho'ng shirkatlarning ochko'zligi bilan xatarga ittirilmoqda. Xitoyda cho'ng paydaga erishishni xohlaydigan cho'ng shirkatlarimiz Xitoyning ta'siriga uchirmoqda. Buning bilan Xitoy rejimi hukumatimizga ta'sir ko'rsatmoqda deb
bu menfaatlerini tamponlaştırış için hareket olmaydiken erkinlik ve demokratiya tarih kitaplarındaki mağlubiyetin izahatı buludu diyen şekilde inta mühim söz aslında bu. Xi Jinping'in aldığı tizip bergen bir muncha insanlarınki aşu çoğun halkaralık şirketlerinki hükümetki maqançık ta'sir ko'rsatib o'zininki qimmat qarashini dafsanda qilayotganligining eng ro'shan bir namoyandasi bo'lsa kerak bu hamda. Hamda shu bir tarafdan bunda deymiz, masalan shu yaqinlashib ketib deb. Ham yana bir tarafdan qarasak masalan shu haftada mesela Amerika shu tamojnisi yangi bir dokument e'lon qilib, aslida 2022 yılı 6. aydan başlap bu Uyghur mecburi emgakini cheklash qonunini yo'l qo'ygandan keyin ta hozirgacha qanchalik Xitoyning mollarininki tutib qilinganligini e'lon qilgan bu. 9. aygacha, bu yil 9. aygacha qimmati 2 milliard dollardan oshirgan 6000 turkumdan ortiq mol tutib qilinganligi. Buning shu mecburi emgak bilan chetishliq ikkenlik tekshirilish 20 dan ko'pragini rad qilinganligi va boshqasining tekshirish uchun tutib qilinganligi bildirilgan 6000 turkumdan ko'p molniki. Bu 9. ayda bir oylik narsa hamda bu hattoki Xitoyning ichidagi shirkatlar bilan emas, hatto Malayziya bu qadimgi nimada va Vyetnamdan keladigan quyosh energiyalik batareya taxsisi, mikro o'zaklar degandek bir oyning ichida 74 milyon dollarlik elektronik mahsulotlarning tekshirilganligini bu e'lon qilindi hamda. Siz hamda buni bir tarafdan o şekilde bo'lyapti desek, yana bir tarafdan bu şekilde cheklanma yana o'xshash Xitoyning ichidagi ta'minlovchi shirkatlar bilan emas, sirtidagi shirkatlarning shu majburiy emgak masalasidan tekshirilayotganligi o'tirg'i chiqayotgan bir ko'rinish var hamda. Buni qanday shaklda izohlaysiz? Bu elbette Amerika nurg'unlagan jazolash nimalarini yurgizdi. Xitoyning amaldorlarga, şirketlerge, davlat organlarga berdi bu narsani. Buning uchun bunga mutaşakkir bo'lamiz. Ammo manda bir savol bo'ldi. Buning jazolagandan keyin, bu qonun chiqargandan keyin buning ijroiyati nechilik? Buning ijroiyat qitim sonini ko'rdik mesela, ammo Amerikalar Xitoyniki o'zaro olib berayotgan ichkilik tijorat munosabatini qarasakmi 700 milliarddan oshib ketgan bir ahvolni ko'ramiz. Ya'ni bu azaymadı ve eksinchi oshib ketayotgan narsa. Ya'ni bularning nimasi bir-biriga noiti bog'langan bir maydon nima bor. Chunki qabul qilmasak bo'lmaydigan bir reallik bor. Bu narsaning jiqroq bo'lishi va texnik yaxshi unumlarni yaratish kerak. Bu tushunib umid qilamiz, ammo Xitoy bir bu g'arb demokratiyasiga o'xshash uchuq nim qilgan davlat emas, balki bular her daim yolg'on narsani yasash orqali qarshi tarafdagi davlatlarning ko'zini bo'yash va soxta uçur ma'lumotlar bilan berish orqali o'zining ishlarini mang'uzib kelaoladigan bir davlat. Masalan, Sharq Turkistondagi qulluq ishlarini qilgan buni olsak bo'lmaydi desa, uni darhol o'zgartirib boshqa bir nom bilan ishchilar to'xtamlarni berib, bunda ishlatib qila olishi mumkin. Bu jihatlardagi narsa bu davlatlar to'liq va yaxshi atrofli nim olmagan ahvol ostida va bular yine yolg'iz Amerika emas, boshqa davlatlarning o'rtoqlarini bermagan ostida bu Xitoy bu chiqqan narsaning hammasining ostida o'tab ketadigan bir ehtimoli bor. Chunki Xitoy o'zgartiradi. Bular demokratik davlat emas, davlatning nimalash uchun har xil shaklga o'zgartib bu qarshi taraf talab qilgan holatga akilib bu ishni mang'uzib ketaveradi Xitoy. Xo'sh. Shunga bularning bunday tuzishi va Xitoyning o'ziga o'xshash bunday o'ylab qilishdek bunday bir umumiy g'arb siyosiy nimasida bunday bir sabiy tushuncha qarashi. Albatta buning davlatlar bunlar degan kim bularning Xitoy mutaxassisi va Xitoyni tushunmaydi deganlik emas. Xitoyni tushunishni va buni tushungan holatdan bergan, to'g'ri fikr bergan kanallarni ko'rishni xohlamaydigan va ko'rmagisi kelayotgan bir reallik bor. Agar buni to'g'ri ko'rsa, buningki chora tadbirini baldır va yetarli oladi. Aksincha buni xuddi ba'zi ishlarni tashlab qo'yishi, davomli turda bir-birisiga raqiblikni saqlagan asosda ancha-muncha
talışıp koyup, urushib koyup, o'rtaq ikkilis o'zining manfaat nishoniga qarata harakat qilayotgandekmi bir ko'rinishlar chiqib qoldi ba'zanchu. Xo'sh, xo'sh. Shunga bu yerda har xil ehtimollar bor. Xitoyning bu yerdagi munosabatdan foydalanib qarshi tarafni aldab ketganlik bir nimasi bo'lishi ehtimoli yo'qdir deyman. Xo'sh, xo'sh. Yani o'zgartirayotgan ya, mallarning sifatini Xitoyda ishlangan mallar emas, Vyetnamga chiqib hamki, bu yerda Vyetnam davlatining dek ishlangandek ko'rsatdi. Ming turli hiylagarlik borki bu Xitoyda nimasi haqiqatan. Vyetnamda ishlangan materiallar amaliyotda material aslida Xitoyda ishlanib bo'lgan, ammo AYga chiqib tamg'ilab Vyetnamda qurgan shirkat orqali eksport qilingan. Shu. Xo'sh, endi mushu Xitoy Amerika munosabatining yiqilishi, yumshatilishi ikki davlat munosabatidagi bu Tayvan masalasiga, mayli Filippin bo'lsin, bu yerdagi masalalarga oldimizdagi mezgillarda ta'sir ko'rsatamdi. Buning qanday qaraysiz? Lloyd Austin bo'lsa, bu qatim mushu ziyoratdan keyin ham Jakartada qatnashgan bir yig'inda hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi bizning Tayvan qonuniga asosan biz o'zimizning ishini uni qurollantirishga, o'zini qo'g'dash uchun biz Tayvanning aqsida biz dedi. Hatto bugun biz kundalik xabarimizda berdik. Amerika bilan Filippin Charlash Tayvan atrofida shu birlikda Charlash elib berayotgan Xitoy chiqangish bu yerda bu o'zininki bunun qattiq noroziligini bildirdi hamda. Lekin o'xshash ishini qilyotdi. Bu rayondagi Amerikaning siyosatiga ta'sir ko'rsatdi deb qaramsiz yoki o'xshash davom qilamdi? Albatta, mencha ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Ammo hal qilg'uch rol o'ynaydigan omillarning birisi Tayvan xalqininki o'zining urushga qarshi turish irodasi va kuchini hozirlashga qanchalik tayyor bo'la oladi, bu bir muhim omillarning birisi. Ya'ni Tayvan agarda butun o'ziniki bexatarlik, xavfsizlik tehdit qilgan omillarni faqat Amerikaninki 55-56 shtati shaklida bunda muomala qilsa, bu yerda yetarli olmaydi. Ammo o'ziga xalqaro munosabatga o'ziga yordam berishlaydigan mushu shaklda muomala qilgan asosda o'zining qarshi turish, xalqining qarshi turish irodasi, qarshi turish ideologiyasi va qarshi turish fiziklik, askariy xomashyoviy qurollar texnologiyadagi bu uch turli qarshi turishninki asosiy tutuvi askariy sohadagi buning uch nimasini yaxshi hozirlash bu bek muhim omil. Bunu yaxshi holatda Xitoy hujum qilsa-mu, aldirab Tayvanni eplamaydigan bir shakllandiki va bu uzargan sili bunga xalqlardan yordam va nimalar kelishi bilan Xitoy bu nimada hujumda asal maqsadiga yetolmaydi. Bu sababdan Amerika mu Tayvandan qurban berolmaydigan yeni bir nimasi var mesela. Ularning mu bu Tayvanni berib etish nimasi yo'q Xitoyga. Bunda holatda Amerika mu bu rayonga Tayvan aralığına naiti qiymat verib kelyapti. Bu yerga o'ziniki askariy sohalarniki o'rnlarini va Filippindagi davlat va Indoneziyadagi bular bilan bo'lgan askariy ittifoqlashma kuchaytirdi. Bular emas atrofdagi Avstraliya, pastdagi yuqoridan Yaponiya, Janubiy Koreya matbuotdan Hindiston qatorliq davlatlar bilan askariy birlik va askariy hamkorlashish kanallarını o'rnatish orqali kelib chiqadigan urush va Xitoyninki besiverish uchun qilingan tirishchanliklarning hammasiga buni tizginlash, urush qilishni qilolmaydigan holatga akirishning qadamini bosayotganligini ko'ramiz. Xitoymi bu yerda Amerika bilan yarashib turib, o'zining hozir Amerikaninki askariy texnologiyasi va askariy mablag'iga Xitoy bilan Amerika ama bu farq Xitoyning kuchayishi bilan, ya'ni iqtisodiy kuchining kuchayishi bilan va texnologiya bilan bu farq ozyapti birazchu. Bu aziyish Xitoy foydali, ya'ni uzargan sari Xitoy Amerikaga yetishib olishga qarab mangadi. Ammo qancha hozir baldur tutsa bu Xitoy uchun ziyonli. Bu sababdan Xitoy shu Amerikani hozircha
qo'l siqishib, chiroyli gap qilishib, yarashib turib, o'zimizning mavjud vaziyatida oldimizda ichki va tashqi siyosatdagi masalalarni hal qilib bo'lib, keyin vaqt kelgan chog'da Tayvanni alayli deydigan bundan bir qarashlar bor va shu qarashda harakat qilayotgandek turadi bugun qarasak. Ammo ammay ketmaydi deb o'ylayman, chunki Tayvanni Xi Jinping bundan burun chaqtirdi, qilaqi. O'zining hayot vaqtida oladigan abidisi deb tiklab bo'ldi buni. Shu hayotda bo'ladigan buni sinab beqishni qiladi deb qarayman. Cho'qim sinab boqilishi buni. Ammo masala, ya'ni urush g'oyat zo'r bir mablag' ketadigan bir siyosatninki yeni bir turlik ko'rinishi bo'lg'achqa, maqsadga yetish uchun berilgan boshqa bir xil qonliq siyosat bo'lg'achqa, buningga nurg'unlagan kuch, energiya, odam kuchi va ketadigan boshqa har ikki davlat bir taraf kuchlik zarba bilan elish, bir taraf kuchlik ittifoqni va birlikni hosil qilish orqali Xitoyning hujum qilishini to'sash deydigan ma'qul shaklda harakat qilib, davom qilib ketyapti deb qarayman. Ammo eng chong xatoligi bu yerda bu yerdagi xarita masalasi, bu yerdagi Sharq Janubiy Osiyodagi davlatlarning bag'ansili Xitoy Amerikaninki kuchqiga ishtirib beryapti masalanchu. Xitoy bu yerda qancha kuchini ko'rsatgansa, u davlatlar xavfsizlik nuqtasidan Amerika bilan ittifoqlashishga, hamkorlashishga to'g'ri keladi va bu Amerikaning qo'lini kuchaytiradigan gap. Xo'sh. Şun bu aletde Xitoyga asan yigilib bo'lgan narsa yo'q. Amerika yaxshi tayyorgarlik qilyapti. Bu yerda bir qochirilmaydigan bir urush chiqish ehtimolli bo'lgan bir uchun shu Malaka bo'g'ozi dunyoning hamda tijorat kemishdagi 70% mal bu bo'g'ozdan o'tadigan yer. Xo'sh. Shu yerda mallarni o'tkazish va mallarning bexatarligini saqlash uchun g'oyat zo'r mablag' va kuch ajratyapti va yangi yo'llarni tepishga tirishyapti. Yani bu yerdeki kuchli mesela bunda bir qarasak, Xitoy Rossiyani bu yerdagi masalalarga akilib va birlikda samu bu yerda manfaat qozongan deb Rossiyani ba'zi askariy manevrlarga bu yerdagi nimaga taklif qilib qo'yyapti. Shimoliy Muz okeanida bir manevrni o'tkazdi bu Amerikaning chegarasiga yaqin yerda. Belgende Xitoy bu jidalga kirib qolsa, Rossiyani akirib birlikda tang urushi mumkin. Mesela urmagan taqdirda Rossiyaning o'zining oqibini qo'g'dashga va o'ziga hujum qilmaslikka etilgancha. Xo'sh. Shunga geostrategik nima jihatda cho'ng yer shar xarakterli qilsak, bu Tayvan bo'g'ozi va bu yerdagi orol davlatlar bak muhim amaliyotda qilsak Amerika qilgan mushu oroldagi kuchi. Agar Amerika bu yerni qo'ldan berib qo'ysa, dengiz kuchininki bir tarafini, quruqligining bir tarafini, dengiz kuchininki bir tarafini Xitoyga tamamen tatqizib qo'ydi desak bo'ladi. Chunki Tayvanni olgan Xitoy o chog'da bu Indo-Pasifik rayonining eng chong kuch Xitoy bo'ladi o chog'da. Bunda holatda Amerikaninki jahongirlik kuchimi qo'ldan ketadigan gap, ya'ni Xitoyga asli o'tkazib berishga majbur bo'ladi. To'g'ri deysiz. Shunga buni ziddiyatlar davomli jiddiylashishi mumkin. Masalan, shu nimaning oldi keyinda Filippin bilan nima tuzdi? Ular ki Indoneziya bilan bir nima tuzdi? Askariy hamkorlik uchun. Ya'ni baytaq bishidagi ogohlantirishga yo'l tutib berilgan narsa, hamma narsa bular gul bo'lib, janjigar do'stomidi amaliyotda qo'l siqishib bir-biriga pichoqlab qancha shakldagi filmga kelsak-ku bularning munosabati. Shu. Hakikaten yani bu tabi o'tganimizdek shu Tayvan xalqining kuchli bir şekilde iradesi bilan turishi bek muhim. Albatta Xitoy yillardan buyon bu yerda o'zining hozirgi hamda butunlay mustaqillik ideyasi va qat'iy Xitoy bilan birlashmaydigan hukumat hokimiyatdan bu yerda. Va Xitoy tarafini cho'ng quruq bilan birlashsak deydigan Xitoyni ko'paytirish uchun butun Xitoy yumshoq kuch bilan nurg'un ta'sir ko'rsatyapti yillardan buyon. Bu tarafdan balkim bir ayrim bir suhbat bo'lsa bo'g'dek bir tema bu hamda. Mesela Tayvanning umumiy nüfusining qancha persenti Xitoy to'xtamay bu yerda tashviqotini qilyapti va ham o'zini yoqlaydigan Xitoy tarafga oshiq
xizmatchilar bor, albatta Tayvanda to'xtamay xizmat qilayotgan. Bular xalqqa, Tayvan xalqining ichiga qancha ta'sir ko'rsatadi degandek masalan ayrim bir paramni suhbatlashsak bo'g'dak bir tema ekan. Hamda mushabtamda bu masalani deyishaylamdi. Erdo'g'an bu hafta 2 qatim 18 noyabr va 20 noyabr bizning masalamizni hech qachon ilgari necha yillardan buyon bunday kuchli bir shaklda prezidentning og'zidan chiqmagan bir shaklda o'tirib qo'ydi. Hem Sharq Turkistonda tilga oldi, Uyg'ur qarindoshlarimizning masalasi bo'lib, ikkinchi qatimliq shu ministrlar kabineti yig'indan keyin irqdoshlar Turkiyani irqdoshlarga yuz o'rish bilan ayblaguvchilarga qattiq qo'pollik bilan biz hech qachon Falastinni qanday ko'rgan bo'lsak, u bizning qanday masalamiz bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur qarindoshlarimizning va boshqa turklarning tilga olib berdi. Bu o'xshash bizning masalamiz. Hech bir shaklda ayrimchilik qilmaymiz, davomlashtiramiz. Kim bizni bunda ayblaydi ekan? U ya cahil, ya g'afil, ya nadan, ya chet el kuchlarga ishlaydigan jasuslar deb dedimdi. Buni qanday bir siyoset, buni qanday bir sirtdan qaragan bir analizchi bo'lib chiqdingiz bilan bu ifodalarni nima deb izohlab qanday tushundingiz? Albatta bu Erdo'g'anninki buni ko'targanligi albatta bir Sharq Turkiston xalqi minnatdor bo'lamiz. Ammo bu narsaniki tilg'anishimi ijobiy bir ta'sir qo'zg'aydi, chunki bu yerda berilgan kuchli bir mesajlar var bu yanda. Bunun dastlabki tutununimi bu ishninki tutunni qarindoshlar uchishda maslahatchisi buni bir nihoyatda go'zal shaklda bir mesajini bergandi. Endi buni shu chog'da degandim, bu siyosatga aylanamdi. Bunu körümüz değilemdi bunu görüşümüz gerek depçü. Erdoğan'ınki bu yıllarda Uygur meselesi, Uygur qarindoshlarimiz degan bo'lsa, bu qatim Sharqiy Turkiston deyish orqali bu umumiy territoriyalik nimani ismini ko'tarib chiqish orqali masalaninki faqat inson haqlari, qamdoshlik munosabatlar emas, bu yerda bir ko'z yutayotgan va boshqa turayotgan coğrafiyalik bir masalaninki bu bog'lig'ini tunji qatim qo'ydi-chu masalan. Bu bir yaxshi bir qadam. Endi buningki davomini kelishini to'rt ko'zdan kutamiz, chunki bu yerdagi masalalar tilga ilinishi bilan birga buning amaliy qadamlar va Turkiyaningki o'ziniki siyosiy diplomatik kuchini ishga solish va ta'sirini ko'rsatish orqali hal bo'ladi. Ammo reallikni ochiq bir reallik nima deganda Turkiyada Xitoyga maydon o'qiy oladigan darajada kuchli bir nima emas. Hem Xitoyga buna chiqqan davlatlar ama Amerika'nın o'zining nimasini abay deyishimizdek bir jazoni yurgizish bilan Amerika Xitoyga tarkibini a'zoligi yo'q. Ammo masalaning o'tirg'i qo'yilishi, tilga keltirilishi Xitoyning diqqat e'tiborini va nimasini tortilgan gap o'ziga. Buning natijasida Xitoy qaysi xil qadamlarni oladi, buni ko'ramiz endi. Ammo bu yerdagi o'zgarishlarda, bu yerdagi taraqqiyotlarga Turkiyaning nihoyatda yaqindan aloqador bo'lib ko'zga tutayotganligi va yangi bir masalan nimani Sharq Turkiston masalasiga aloqadorlikni bir daraja yuqori ko'tarib ko'ngil bilishga boshlaganlikning bir nimasini ko'ramiz. Ammo buning davomini kelishni va amaliy yordam va siyosatlarniki to'rt ko'z bilan umid qilamiz deb tushunsak bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi Yevropaga kelaylik. Yevropada bu hafta 10 kun ichida Xitoy Yevropa munosabati jiddiy bir o'tirib qo'yilgan bir masala yo'q. Bo'lib o'sha Angliya aql amirininki bu qatim Civitas e'lon qilgan yangi dokument. Ya'ni 5 yillik tekshirish dokumenti e'lon qilib Angliya universitetlarining Xitoy armiyasiga bevosita chetishlik organlardan nurg'un mablag'ga erishib kelayotganligini hali ham Angliya universitetidagi shu chet ellik o'quvchilarning eng cho'ng manbasi Xitoy ekanligini, Xitoyning harbiy va sanoat organlariga bevosita chetishlik ekanligi ham bu mablag'larningki. Buni o'ttirg'i qo'yib, mushada hatto Angliya hukumati Xitoy texnik shirkati Huawei'ning yerlik aloqa to'ri qurilishiga qatnashishni cheklagandan keyinmi Huawei'dan yana Huawei'ning 14 million fond sterling mablag'iga erishganligi qayd qilingan. Bu insonni haqiqatan, ya'ni bu
cho'chitadigan bir masala. Bu aqlan biri 88 universitetga xat yozib 46 iltimosga javob qaytaribdi, biz manda qabul qildik deb. Javob qaytarganlarning buncha vala insonni og'zini ochib qolgandek mablag'ga erishgan bo'lsa, qaytarmaganlarning texmbak jiq degan gap buning ma'nosi ham deb. Hatta 2017-yildan boshlab 122 million fond sterling, ya'ni 156 million fond sterlinggacha mablag'ga erishganlik, ya'ni 46 javob qaytarganlarning ekan, umumiy mablag'. Bu darajada ham shuncha vala Xitoyning jinoyatlari Yevropa o'zida, hatto Rishi Sunak kelishdan burun Xitoyning ani bizning Angliyaga monopolliqini uni qilman, buni qilman degan bir odam hamdi. Yana Huawei'ninki nasri chekilinib turib buncha vala, yana Xitoyninki patqig'i petishi, bu manfaatlarni yana o'xshash. Ertugün bu mening o'zimga qaytib kelib, o'zimning yuragiga sanchildi, bu men bilgan qilayotganda degan narsa shuncha vala hamda kontrolsiz holatda bulamda. Buni qanday qaraysiz siz hamda? Bu qanday bir xutliq hamda? Albatta, Angliya Xitoy bilan Yevropa quruqliqidagi eng munosabati quyuq va tijoriy nimasi yuqori bo'layotgan davlatlarning birisi edi. Ve Xitoyninki mablag'iniki bu eng jiq shaklda tashqi davlatlarga kelayotgan eng kelayotganlarning davlatlarning birisi shu Angliya, Yevropa quruqliqida. Angliyada koni davlat belki taraqqiyot nimasiga bu yerning taraqqiyot nimasida bir turg'u xarakterda gullanish var. Taraqqiyotning gullanishi biroz asta. Xitoyda tez taraqqiy qilayotgan bunday full nimasi ishlayotgan nimada albatta taraqqiy qilgan davlatlarga mablag' sarflashliq, texnologiya o'rganish va o'zining odamlarini bu yerga chiqishliq, muhim bo'lgan uchurlarga erishish. Bu Angliya, Fransiya, Germaniya va Shvetsiya taraqqiy qilgan cho'ng davlatlarning texnologiyasini nimasini o'g'irlashga tirishib kelyotdi. Xo'sh. Endi masala ogohlantirish chiliqi nima bo'ldi bu yerda deganda, bu organlarning hozirgacha yana Xitoy tahdididan ansirmay, bu pulni bexiraman holatda qabul qiladi. Chunki bu narsa uzun mezgilda bularning davlat manfaati uchun xavfsizlik va iqtisodiy manfaat uchun bir ziyonli bir narsa. Agar buni to'xtatmasa, bular o'zining davlatli xohlamagan asosda bu Xitoyga nurg'unlagan inchki uchurlarni berish mumkin va Xitoymi bu yerda ta'sir doirasini texnik kengaytiradigan bir narsa bo'lishi mumkin. Buni Arab davlatlari abay deganimdek Xitoy bo'lgan tushunchasidagi sabiylikni to'g'ri tarjima bo'lmadi deb qarayman. Naiv bir xil qarash bor Xitoyga uchun. Shu narsa o'zgarmaguncha qisqa mezgillik manfaat uzun mezgillik nimidan ish boshqa shu narsalar bu davlatlarga ziyon berib kelyotdi. Endi ijobiy nima narsa ittifoqinikida, masalan, umumiy nimasida nima bo'ldi deganda, shu kun chorshanba kunimi, payshanba kuni Yevropa shu uchinchi davlatlarniki iqtisodiy paydo qilish orqali bu davlatlarning siyosiy maqsadi nishoniga yetkazib bularga bisim qilish orqali uningdan voz kechish degan mashlar nimaga qarta Yevropa ittifoqimi qarshi tadbir olgan bir narsani qonunni chiqardi. Bo'libmi shu Latviya masalasida Xitoy Tayvanni nima qilding deb, elchixonni aparding deb bisim qilib uzdigan deydi bu musulmon. Muşunun qartamda bir yaxshi bir narsa chiqdi. Endi bu ijobiy bir qadam Yevropa quruqliqidagi. Endi oldimizda 12-oyninki 8-kuni, 7-kuni bir cho'ng xarakterda bir ko'rishish yapmoqchi. Bu ko'rishdimi Xitoy tarafininki nihoyatda kuchab ketyapti. Yevropa ittifoqidagi vakilimi nima qilyapti bunga qattiq xizmat ishlash orqali amal va kelishalaydigan nuqtalarni kelishilmaydigan nuqtalarni keyingi qadamga ep qo'yib turaydi debchi. Xo'sh. Endi masala yana qaytirib u davlatlarga keladi. Bu qisqa mezgillik iqtisodiy foydada turamsa, yoki o'zining yaratgan mangulik yoki universal qimmat qarshi degan narsada turamsa degan savol. Demak, tanlash bu davlatlarga bog'liq. Bizning Sharq Turkiston xalqimiz yerga gap ketib qo'ydi.
Şərq Türkistan təşkilatlarına təsir qilish bir ehtimalimiz var. Yəni mümkünçilikimiz bunu təşkilatlar özünün nöqtəsində turuşu dövlətlərdə, bu dövlətlərdəki şirkətlərə və bu dövlətlərdəki siyasi məsul ministerliklərə bunun yazıb Şərq Türkistanın nə qədər mühim strategiyalik və xalqara iqtisadiga və energiya nimisində mühim rolluğunu deyiş gerek ki ve Şərq Türkistanın taşınıp bulunduğun bir oranı emas, belki bunu işletip Xitayga karşı çizgilerini bulduğun bir mühim bir toprak ekanligini o'tirib qo'yishimiz kerak. Yani berib bizning qimmating deb yig'lash emas, yani siyosiy aql va farosat bilan bu masalamizni mang'uzib, ularning manfaatiga chekkan asosda o'zimizning ishini mang'uzishimiz kerak. Chunki agar bu yerda kelishib qolib qolsa, bu vaqtda eng qaytarilishni xohlaydigan shu 2021 yil nimadan voz kechgan büyük sığımdaki keng ko'lamlik mablag' silish kelishimi degandim. Buni Xitoy ta'kidladi, aslida aytib olsak, ammo Yevropa İttifaqı qabul qilmadi-ku narsani. Çünkü bu kirib qolsa Xitoy texmi cho'ng bir nimaga aylanadi, kuch nimasiga ta'sirga. Çünkü bu nuqtalarni yaxshi o'ylashib, biz foydalanib o'zimizning ishimizni ilmiy siyosat qilish qadamini boshlasak yaxshi deyman. To'g'ri. Hakikaten yani tötten biri Xitoy o'quvchilarning tötten birini egallashi, yani o'zining dushmanlarini atugün o'ziga dushmanlik qildigan Xitoyga sodiq askarlarni yetishtirib beryapti degan gapda ham har qaysi universitetlarda ham mablag' ham ashkari o'qituvchilarni o'quvchilarning nimasini o'quvchilarni yetishtirib berishimi hamda bu qadar hamda buni o'ylab yetolmasligi insonni ichindurdi hamda. Buncha valla. Bu nurg'unlagan davlat albatta buni o'quvchilarni akilishni o'zining davlatiga bo'lgan iqtisodiy kirim manbasi desa, yeni bir jihatdan bu o'quvchilarni bizning davlatimizda o'qidi, bizning qimmat qarashlarimiz va hamxiyolda ta'sirga uchraydi. Bu orqali biz bu davlatlardan kelgisi bular siyosiy va davlat apparatlari kuchligi kelgan chog'da bular bilan nim qilish orqali, munosabat qilish orqali meselemizden menişini asallaştırmamız. Bu fikir nait doğru. Normal devletlerge ve normal kıymet karşı olan bir halklarga. Ama Xitay nurg'unlagan adamlarni Amerikada tarbiyaladi, nurg'un ilg'or o'rinlarda tarbiyaladi, ama ularning siyosiy zihniyati va bu zihniyatninki asosiy nima bo'lgan irqchi bu bir ideologiyasi hech qachon yo'qolib ketmadi. Shu. Xi Jinping Amerikada o'qib praktikalagan. Ama bugünkü günde kanxol bir su ekanligi chiqdi mesela. To'g'ri. Bu Amerikada o'qiganlik uni aksincha yaxshilashtirmadi. İnsanlıktan hiçbir narsa yo'qmaydi ki bu vaqtda. Shuni tushunolmaklik bichora g'arib yani. Hozirgacha Xitoyning tabiatini tushunolmakdik. Qanday maxluqlar bu deganda bu. Xayr, endi buni yana bu davlatlar o'zining xalqaro munosabat nimasi bo'yicha bular shunday xalqaro qonunga bo'ysundi ve biz harakat qilgandek qiladi deb o'yladik. Amaliyotda Xitoy hech qachon bo'ysunmoqlik va bo'ysunmaslikka tirishib keldik. Amerika'nın mas'ulları mı nurg'un qatam yani şu Xitoyni shunday qo'llab bugünkidek kuchli qilib qo'yganligini o'yildi şu xalqning qo'shiq to'ysa bular bir gullansa lekin bir normal mı bizningki qimmat qarashimiz bo'yicha bir insondek yashamikida amaliyotda o'zining dushmanini samatib cho'ng qilganligini xato qilganligini nurg'un mutaxassislar nurg'un kitoblarni yozib nurg'un so'zlab ogohlantirib tursinmi Xitoyning bugünkidek amaliyotda kuchlantirgan shu g'arib yana Amerika boshliq bu cho'tni ham so'qqanligini nurg'un tadqiqotchilar deb tursinmi yana shu ham xiyol bilan o'xshash bir siyosatlarni o'zgartmasdan buni oldini olmasdan davom qilish insonni tushuntirdi. Xo'sh, endi siz shu 19 noyabr Kanadada Sharq Turkiston Federatsiyasi va Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazining o'rlashtirishida o'tkazilgan Torontoda o'tkazilgan Sharq Turkistonning mustaqillik huquqi va yer shari xavfsizligi zaruriyati degan temada o'tkazilgan bu yig'inga qatnashib u yerda so'z qildingiz. Albatta yig'inga nurg'un boshqa davlatlardan qatnashgan mutaxassislar bo'ldi. Bu yig'inda nimalar asosliq o'tirib qo'yildi? Siz nima so'zladingiz qaysi temada?
Bu şekilde kısaca bir malumat verip tüketken bolsak. Asosiy yig'inninki temasi ma'vo, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki huquqidagi haqqi. Nima uchun Sharq Turkiston xalqining huquqi bor? Bu mustaqillikqa. Bunun tarixiy, siyosiy iqtisodiy, tarixiy va xalqaro qonundagi 3 jihatdagi asosiy sababini kelib, buni Ruqiya xonim o'tirg'a qo'ydi akademik nimasidan. Va buningga bog'lagan asosda bugungi Xitoyning Sharq Turkistonda berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati askeri assimilyatsiya siyosati bir iz yo'qotish nimasi bilan. Ve bunun bilan birlikte xalqaro xavfsizlikning nima munosabati bor? Bu yerdagi bo'layotgan narsa nima uchun xalqaroning tinchligi va xavfsizligi munosabatli va qandoq munosabatli? Bununla qarşı qandoq bir hareketlarni qilsak to'g'ri bo'ldi degan tunji qadamda mustaqillik ko'rishimizningki chiqish yo'lini izlagan asosda bir ilmiy bir muhokama yig'in o'rnashtirdik. Gerçi bu yig'in nimada qisqa vaqt ichida nimada berib berilgan bo'lsa-mu, g'oyat muvaffaqiyatli va go'zal bir ilg'or fikrlar o'tirib qo'ydi va buningdan bu fikrninki davomli ishlash, buningga kuch singdirish orqali buni texmo mukammal qilgan asosda tashkilotlarimizga buni sunish va foydalanish qiymatiga ega deb qarayman buniki. Xo'sh. Köpten köp rahmet olsa asas jihatdan kun tartib masalani so'zlashdik. Ama şu yığıntı mana bununki videolarım albatta e'lon qilindi, degan e'lon qilindi bir qanchasi. Ko'mganlar bo'lsa ko'rishni umid qilamiz. Albatta bu va bundan boshqa butun Sharq Turkiston faoliyatlarininki muvaffaqiyatli davoyimizga manfaatli bo'lishini umid qilamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz müşahede bugungi programmamizni müşahede oxirlashtiraylik. Qo'limizdan kelgancha kun tartibdagi masalalarni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.